Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu'niki jahiliyat, İslamiyatdan burunqi o'ziki axloqi degan bobni dars qilib o'tamiz. Faslun khuluquhu fil jahiliyyati radhiyallohu anhu. Kana Abu Bakr min a'affin nas fil jahiliyya. أخرج ابن عساكر بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما قال أبو بكر شعرا قط في جاهلية ولا إسلام. لقد ترك هو وعثمان شرب الخمر في الجاهلية. وأخرج أبو نعيم بسند جيد عنها قالت: لقد حرم أبو بكر الخمر على نفسه في الجاهلية. وأخرج ابن عساكر عن عبد الله بن زبير قال: ما قال أبو بكر شعرا قط. وأخرج ابن عساكر عن أبي العالية الرياحي قال: قيل لأبي بكر الصديق في مجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شربت الخمر في الجاهلية؟ فقال: أعوذ بالله. فقيل: ولما؟ قال: كنت أسون عرضي وأحفظ مروتي، فإن من شرب الخمر كان مذيعا في عرضه ومروته. قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أبو بكر، صدق أبو بكر مرتين. مرسل غريب سندا ومتنا. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu'nun jahiliyetteki ahlaklardan bu kişi nayeti jahiliyeti nayeti iffetlik ötken adam. İbn Asakir hem de to'g'ri bo'lgan bir sanatni rivoyat qilib, Ayşe radhiyallohu anha rivoyat qilgan. Ayşe deydiki, Allohning nomi bilan qasamki, Abu Bakr, yani dadisi, mayli jahiliyatda bo'lsin, mayli islomda bo'lsin, bir shirk qo'shaq o'qib boqqan odam emas deydi. Abu Bakr ve Osman jahiliyatda maroq qilishmaydi, deb shunaq degan. Abu Nuaym degan olim yaxshi bo'lgan sanat bilan mundaq bir so'zni rivoyat qiladi. Ayşe'den rivoyat qilib, Ayşe shunaq deydi: Abu Bakr haroqni o'ziga jahiliyatda harom qilgan deydi. Ibn Asakir yana Abdullah ibn Zubayrdan rivoyat qilib mundaq deydi: Abdullah ibn Zubayr Abu Bakr Siddiqning nabirasida. Abu Bakr hech qanday bir hayotida shirk qo'shab o'qib boqqan emas deydi. Ibn Asakir Abil Aliya Ar-Riyahidan rivoyat qilib bu kishi mundaq deydi: Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki sahobalari to'plashgan bir o'rinda mundaq bir savol qo'yildi. Jahiliyat sen aroq ichib boqqanmi desa, nauzubillah, Alloh saqlasin dedi. Shundan nemish qilib boqqanding deb yana savol so'ralgan vaqtida men o'zimning yuz obro'yimni qo'g'daydigan edim, o'zimning muruvvatimni saqlaydim dedi. Ve bunun ulab aroq ichgan kishining muruvvati va yuz obro'yi yo'qoladi dedi. Bu gap Payg'ambar alayhisolatu vasallamga yetib borganda Payg'ambar alayhisalom dediki, Abu Bakr rost so'zlabdi deb ish qatim mushtaq degan dedi. Ammo bu hadis o'zi mursal, g'arib hadis dedi. Mayli sanat, mayli matn jihatda. Bu hadis hem de metin cihatta, yak sanat cihatta bunda g'arib, yani zayıf bir rivayetlik hadis bo'lsa-mu, lekin buniki ma'nosi aqlga, inson tabiatiga nihoyatda uyg'un. Faslun fi sifati. أخرج ابن سعد أن عائشة رضي الله عنها أن رجولا قال لها: صفي لنا أبا بكر. فقالت: رجل أبيض نحيف خفيف العارضين أجنع لا يستمسك إزاره يسترخي عن حقويه معروق الوجه غائر العينين ناتئ الجبهة آر الأشاجع. هذه صفته. Celaleddin Suyuti Abu Bakr Siddiq'ninki beden qurilishi, yani sifati qandaq degan babda söz qilib bundaq deydi. İbn Sa'd radhiyallohu rahmetullahi alayh Ayşe radhiyallohu anhadan rivoyat qilib chiqargan bir rivoyatida bundaq deydi. Bir odam Ayşe radhiyallohu anhaga debdi: bizga Abu Bakr Siddiqni bir sifatlab bersangiz qanday odamdi degankan,
Ayşe radhiyallahu anha bunun cevabın mundaq depdi. Abu Bakr yani oq odam edi. O'zine ait uruq, ishkima mang'izniki, o'ziniki go'shi urug'roq, sal tatilgan deydi. Andın sal ingishib mangdigan. Bektik emasda. Andın ma ishtini yoki ma izar deydi. Ma ishtini vaqtida ham ishdan yo'q bo'lishi mumkin, ham hozirgidek. Yani şu onu izar deyimiz, Araplar izar deb atagan. Endi şu bedendeki os tarafdaki kiyimi so'ngach tutilmaydi. To'la şu kiyimi ishdan tushib ketgan avval batı. Yani urug'roq da bu kishi. Yani yüzü go'sht tatilib ketgan deydi. O'zi bek bunda semiz bo'lak emasda. Ko'zi cho'nqur, peshonasi bunda chiqib turgan odam edi deydi. Peshonasi kengroq, yani do'mbaroq demakda. Ama parmaklarınınki göğüşü urug'roq. Mana mushu Abu Bakr'ninki süpüt edi deb shunaq javob bergan. Ayşe radhiyallahu anha yana bunu hadisini bayon qilgan. Abu Bakr bo'lsa o'zinki mushu chasaqlini xeni bilan, yani ketem deydigan bir boyaq bilan o'zinki chasaqlini bo'yaydi deydi. Bu ketem degan shu tog' o'simliklar bo'lib, bu shu chashni bo'yashga ishlatiladigan bir boyaq turdagi bir o'simlikkan bu. Bir daraxtniki yopurmiqi deb deyilibdi. Hamda shundaqla Anas radhiyallahu anhudan hadis bayon qilishicha Ibn Sa'd bundaq degan. Anas deydi, Anas radhiyallahu anhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye kelgan vaqtida Resulullah'nınki sahabeler içinde Ebu Bekir'den başka bir çasaqılık akçigen, akkaygan bir de çasaqal adam yok edi dedi. Şunun için Ebu Bekir Sıddık özün çasaqalını xeni bilen, yani ketem degen şu boyağılık şu yopurmak bilen özünki çiçini saqalını boyaydı dedi. Bu ketem degen bayatımız degendek şu boyaq işletildiğin bir yopurmakken bu. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Dersimiz bugün müşahede toxtadı.